Assalomu alaykum. Men Namangan viloyat pedagogik mahorat markazi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Saboat Arifovaman. Bugungi mavzumiz ta'limda ijtimoiy hissiy intellektning tutgan o'rni. Mashg'ulotimiz maqsadi zamonaviy ta'limda ijtimoiy hissiy intellektni rivojlantirish. Mashg'ulotimiz rejasi: ijtimoiy hissiy intellekt tushunchasi, ta'limda ijtimoiy hissiy intellektning ahamiyati, bo'lajak o'qituvchilar uchun ijtimoiy hissiy intellekt kasbiy mahoratning ajralmas qismi sifatida hamda ijtimoiy hissiy intellektni rivojlantirish usullari. Bugungi kunda ijtimoiy hissiy intellekt zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylangan bo'lib, bu odamlarning boshqalar bilan muomala qilish, ijtimoiy munosabatlarda samarali ishlash hamda emotsiyalarni tushunish va boshqarilishida muhim rol o'ynaydi. Bu ta'limdagi yangi paradigmalar va talablar bilan bog'liq. Shuning uchun biz pedagoglar ham ta'lim jarayonida ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni har bir mashg'ulotlarda rivojlantirib borishimiz zarur. Bundan tashqari, o'quvchilarda faqat texnik bilimlar emas, balki odamlar bilan muomala qilish, jamoada ishlash, ijtimoiy munosabatlar va emotsional holatlarni tushunish kabi ko'nikmalar ham muhim sanaladi. Hissiy intellekt tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, bu insonda o'zida ham, boshqalarda ham o'z his-tuyg'ularini idrok etish, nazorat qilish, baholash va boshqarish qobiliyatidir. Bu tushuncha 1930-yillarda ijtimoiy intellekt bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va 1970-yillarda intellektning turli shakllari bo'yicha olib borilgan ishlar natijasida paydo bo'lgan. 1990-yillarda amerikalik psixolog Daniel Goleman o'z kitobida hissiy intellektning 5 ta tarmoqlarini aniqladi. Ya'ni birinchisi his-tuyg'ularingizni bilish, ikkinchisi his-tuyg'ularingizni boshqarish, uchinchisi o'zingizni rag'batlantirish va to'rtinchisi boshqalarning his-tuyg'ularini tan olish va tushunish, beshinchisi esa munosabatlarni boshqarish. Zamonaviy ta'lim yoshlarning ijtimoiy hayotga integratsiyasi va ularning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga ham katta ahamiyat beradi. Ijtimoiy hissiy intellekt bu jarayonda o'quvchilarni hayotga va jamiyatga foydali shaxslar bo'lishiga yordam beradi. Ijtimoiy emotsional rivojlanish esa insonga boshqalar bilan muloqot qilish, his-tuyg'ularni tushunish va tartibga solish, boshqa odamlar bilan sog'lom munosabatlar o'rnata olish ko'nikmalarini shakllantirish va o'zlashtirish jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon esa hayot davomida rivojlanib boradi. Maktab ta'limida ijtimoiy hissiy intellekt o'quvchilarga jamiyatdagi umumiy ijtimoiy, siyosiy emotsiyalarni tushunish va ularga to'g'ri munosabat bildirishni o'rgatishda muhim o'rin tutadi. Dastlab ta'limda o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni ham rivojlantirib borishga ahamiyat qaratishimiz lozim. O'quvchilarning ijtimoiy hissiy qobiliyatlari, masalan, empatiya, muammolarni hal qilish, boshqalar bilan samarali muloqot qilish kabi ko'nikmalar ijtimoiy muvaffaqiyat uchun zarur. Bu ko'nikmalar zamonaviy ta'limda tolerantlik, ishonch, hamkorlik va yordam berishga qaratilgan bilimlarni oshirish uchun ham muhimdir. Ijtimoiy pedagogikada ijtimoiy hissiy tarbiya masalalariga oid ilmiy tadqiqot ishlari shu kungacha ko'plab o'tkazilib kelingan. Pedagoglar uchun ijtimoiy hissiy intellektning tarbiyalash va o'quvchilarga emotsional salomatlik va ijtimoiy ko'nikmalar rivojlantirish muhim vazifa sifatida yuklangan. Pedagoglar o'z bilim, tajriba va malakalari orqali o'quvchilarga ijobiy ijtimoiy munosabatlarni o'rgatishga intilishlari kerak bo'ladi. Chunki maktab ta'limida psixologik va ijtimoiy muhitni sog'lomlantirish masalalari ahamiyatlidir. Bo'lajak o'qituvchilar uchun ijtimoiy intellekt bu kasbiy mahoratning ajralmas qismidir. Quyida o'qituvchi o'zida rivojlantirishi lozim bo'lgan 3 ta asosiy sifat keltirilgan. Birinchisi empatiya, ya'ni o'quvchining his-tuyg'ularini tushunish va uni munosib javob berish, ishonchli muhit yaratishning asosi. Masalan, sinovdan yiqilgan o'quvchini qo'llab-quvvatlash va kerakli so'zlar bilan yondashish. Keyingisi esa ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, ya'ni trening, seminar, amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar bilan samarali aloqa o'rnata olish, guruh muhokamalarini boshqarish va har bir o'quvchini faol ishtirok etishga jalb qilish. Navbatdagisi esa hissiy ongni rivojlantirish, ya'ni o'z his-tuyg'ularini anglash va boshqarish o'quvchining ichki barqarorligi sinf muhitiga bevosita ta'sir qiladi. Hissiy jihatdan barqaror o'qituvchi o'z o'quvchilarini ham ruhiy qo'llab-quvvatlay oladi.
Ijtimoiy hissiy intellekt o'qituvchilar va o'quvchilarga qanday foyda keltiradi? Birinchidan, o'qituvchi va o'quvchilarning emotsional holatlarini yaxshilaydi. O'qituvchining kasbiy qoniqishini oshiradi. Maktabda sog'lom muhitni shakllantiradi. Ijtimoiy foydali xulq-atvor va boshqalar bilan birga munosabatlarni rivojlantiradi. Shuningdek, buzg'unchi xatti-harakatlar va hissiy zo'riqishlarni kamaytiradi. O'quvchilarning kognitiv va akademik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Ijtimoiy hissiy intellektni qanday rivojlantirish kerak? Bunda maktab psixologi bilan albatta hamkorlik ishlarini olib borish maqsadga muvofiqdir. O'quvchi va o'qituvchi muloqoti jarayonida refleksiyadan foydalanamiz. O'quvchi va o'qituvchini suhbat usulidan foydalanamiz hamda o'quvchi bilan ishonchli munosabatlarni o'rnata olish. O'qituvchi o'quvchining ma'naviy bilimlarini doimiy oshirib borishi lozim. O'quvchini pozitiv psixologik uстановkalarni shakllantirish lozim hamda mashg'ulotlar jarayonida psixologik terapiyalarni olib borish mumkin. Mashg'ulot jarayonida quyidagi psixologik terapiyalardan foydalanishimiz mumkin, ya'ni kognitiv xulq-atvor terapiyasi, o'z-o'zini tartibga solish usullari, empatiya, his-tuyg'ularni tushunishni o'rganish, ijtimoiy rolli o'yinlarni tashkil etish, art terapiya usullari, aromaterapiya, onomaterapiya, sxema terapiyasi, psixodrama va meditatsiyalardan foydalanishimiz mumkin. Xulosa qilib aytayotgan bo'lsak, ijtimoiy hissiy intellekt zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylanib, o'quvchi shaxsning ijtimoiylashuviga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. U o'quvchilarning ijtimoiy faoliyati, psixologiyasi va shaxs sifatida kamol topishlarida muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, ijtimoiy hissiy intellekt o'quvchilarning ta'limga bo'lgan munosabatini yaxshilashga yordam beradi. Chunki ularning o'zaro munosabatlari, xususan emotsional intellektlari va ijtimoiy qobiliyatlari o'qish va o'rganish jarayonlarini samarali kechishida muhim ahamiyatga egadir. Quyida mavzuga oid muhokama savollarini tavsiya etamiz hamda mavzuni mustahkamlash uchun savollardan foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.